Okajonlarim, sizlar so'radinglar, biz YouTube'ga ham obzorni boshladik. Bu uchastkamizda Nikitinada bo'ladi. 3 sotuvga tushgan. Hozir sizlarga bemalol joylashib olsanglar, podrobniy ko'rsatib chiqamiz. Havas qilib videoga bitta like bosib qo'ying. Sizga ham bundan-da yaxshi uchastkalarda yashash nasib qilsin. Okajonlarimiz so'ragan narsa, birinchisini aytaman, hech kim yashamagan, yangi qurilgan. Xo'p, 5 ta xona bo'ladi, bitta zal, 4 ta yotoqxona, hammasini o'zining sanuzellari bor. Xo'p, bu holdan tashqari endi oshxonalarni ko'rsataman. Prixoshkalari ham kattagina 3 sotuvga tushgan bu uchastkamiz. Mana bu oshxonasi bo'ladi. Hamma mebel texnikalari bor. Aytganda, vozdux осветитель, ya'ni havo tozalaydigan, havoni namlab beradigan sistemani o'zini $18,000 ga qo'ydirgan ekanlar. $18,000 bizga shu kerakmi deyishingiz mumkin. To'g'ri, sizlarni olagan summalarga qo'shiladi bu narsa, lekin qaranglar, bir xil uylarga kirganingizda bor, qanaqadir dim bo'ladi, konditsioner yoqmasdan yashay olmaysizlar deb joylarda. Bu yerda mana bitta o'sha vozdux осветительni bitta bosib qo'yasizlar, qanaqadir uy bor, ana влажный havoda qanaqadir tanaga yoqadi. Uchurvindan iborat. Podvoli alohida temaga xos podvolga tushib chiqamiz. Podvolini o'zini kvadraturasi hamchi hozirgi qurilayotgan kottejlardan katta-da. Qaranglar, mana bu bitta xonamiz bo'ladi. Sovuq xona deyshadi o'zbekchasiga. Bu yerda mana uyimizning yurak qismi bo'ladi bu, lekin bu yerga podvolga tushib o'tirishingiz shart emas. Tepadan holni o'zidan shundoq bemalol regrovka qilib ketsangiz bo'ladi. Endi sizlarga turetskiy saunani ko'rsataman. Podvol o'ziga ham dam olish zonasi qilib qo'ygan ekanlar, lekin televizorlargacha qo'yib, hamma narsa bor. Bu yerda mana turetskiy hammom qilingan. Bu yerda mana jakuzini dodda hojasini olib kelib qo'ygan ekanlar, lekin o'zim ham ko'rib maza qildim. Podvoldan yana birinchi etajga chiqdik. Xo'p, bu yerda mana katta bitta umumiy sanuzel bor. Uni yonida mana birinchi etajli yotoqxonasi. Holidan ham xud qilingan, tilabdan. Mana xo'p, remontlari zo'r, ranglari ayniqsa rang bilan kollaboratsiya qilgan mebellar. Bu garderobning xonasi bo'ladi. O'zini oyoq kiyim uchun, balovatlar, hamma narsa uchun. Undan tashqari uning ichida bitta o'ziga yarasha kattagina sanuzeli bor. Okajonlarim, opajonlarim, ikkinchi etajga ham chiqdik. Mana havas qilgan bo'lsangiz, aytganimda bitta like bosib qo'ying. Bizlarni ham qo'llab-quvvatlaysiz, o'zingizni ham mana shunaqa uylarni olishga yaxshi niyat qilganingizni bildirtirasiz. Xo'p, bu umumiy sanuzelimiz, ikkinchi etajimizniki. Hammasi katta qilib qilingan, ko'rasizlarmi? Yana bitta spanni, bu boshqacha rang, har xil rang xolab qoladi yo'q, mana o'zini garderobning zonalari vash chiroyli chiqibdi lekin. Xona ham katta, sezyapsizlarmi? Yana boshqacha rangdagi spannisi bo'ladi, o'zini sanuzellari bilan. Har bitta spannida borligi zo'r deb, to'g'rimi? Hech kim bir-biridan ajralib qolmaydi. Garderobning zonalarini qarang. Hozircha polniy mana shunaqa moda bo'lyapti. Hech kim tayyorini olmayapti, bor, o'zi yasab turyapti. Kollaboratsiya zo'r chiqadi. Okajonlarim, bu uchastkamizda Nikitinada joylashgan bo'ladi. Nikitinani ham yaxshi joyida 880 ming sotib olish narxi starting narxga kelishtirib beriladi albatta. Xohlovchilar uchun anaqaga ham berar ekanlar. Kak kvartirant qo'yaman ham deyaptilar. Oylik to'lov narxi 7 ming bo'lar ekan. Bizdan uzoqlashmanglar. Sizlar uchun yaxshi-yaxshi kontentlarni qilishda davom etamiz.